o'z o'rningga ega bo'lish uchun qadamingni tashla. Aytishing mumkin, kechga qoldim, umrim o'tib ketdi, imkoniyatlarim hammasini qo'yib yubordim, mani sindirishgan, mani tashlab ketishgan, menga hech kim ishonmay qo'ygan. Yoki qo'limdan kelarmikan? Hayotimni o'zgartirishga vaqtim yetarmikan? Imkoniyatlarim, kuchim yetarmikan? Muvaffaqiyatga erisha olarmikanman? O'rnimdan tura olarmikanman? Agar shunaqa savollar seni to'xtatmay qiynayotgan bo'lsa, bo'ldi, bas qil. Yetadi. Hayotingda barcha bo'lib o'tgan voqea, ro'y bergan hodisalarga o'zing faqatgina o'zing aybdorsan. Shu narsa bo'lishiga o'zing ruxsat bergansan. Bo'ldi, endi yetadi. Muvaffaqiyatli bo'lishga, yaxshi yashashga seni vaqting keldi. Oyoqqa turishga, mustaqil, erkin va yetakchi shaxs